Qancha ko'p ochiqlik bo'lsa, ommaviy axborot vositalari odamlarimizga haqiqiy muammolarni qancha ko'p yetkazsa, men rahbar sifatida ulardan minnatdor bo'laman. Shavkat Mirziyoyev. Assalomu alaykum barchaga. Men Hoshim Abdulla Abdumajidovich 20-fevral 1961-yil tug'ilganman. Men uy-joy olish masalasida firibgarga duch keldim. Xalqaro uyushgan jinoyat guruhi a'zosi Yusufjonov Komiljon Salimjonov tomonidan 2005-yil 17-apreldan beri uy-joysiz sarson-sargardonmiz, oila a'zolarim bilan. Uyni pulini olgach 10-aprel uyni pulini Toshkent shahar Sergeli tuman Moqchig'ida ko'cha 38-uyni 10 ming AQSh dollariga kelishgan edik. O'sha pulni olgach, uyni hujjatlarini hammasini berdi, nomimga ishonchnoma yozdirib berib, keyin Qozog'istonga jo'nab ketdi uy egasi. Lekin 7 kundan keyin qaytib kelib, birinchi Toshkent shahar Chilonzor tuman birinchi sonli notarius Vasiliy Karimova bilan o'zaro til biriktirib, qo'lida na uy hujjati bo'lmasa-da, na bironta ishonchnoma bo'lmasa-da, menga nomimga berilgan ishonchnomani bekor qiladi. Qaysi hujjatga asosan? Hech qanaqa hujjatli odamni bekor qildi. Oddiy pasport bilan, o'zbek pasporti bilan. Keyinchalik bu o'zbek pasporti ham 2007-yil Bosh prokuratura va Milliy xavfsizlik idoralarini birgalikda olib borgan, butun O'zbekiston Respublikasida olib borgan tekshiruvlarda 100 dan ortiq chet el fuqarolariga soxta o'zbek fuqarolik pasportlari berilgani aniqlandi. Shu ro'yxatda Yusufjonov Komiljon Salimjonov 52-53 nomerda ro'yxatda turgan edi. Qizil qalam bilan belgilangan. O'zbek pasporti uning nomiga berilgan. Soxta deb topilgan edi. Ana endi bu soxta pasport bilan ham uyini sotgan, ham uyini sotib olgan, ham o'sha soxta pasport bilan sudlarda qatnashgan. Bu hammasi soxta bo'lib chiqdi. Men tegishli tashkilotlarga, davlat organlari, sud va ijro hokimiyati hammasiga murojaatlar qildim. Men aniqlangan. Birinchi o'sha 23-may 2005-yil Toshkent shahar prokurori Valiy B.B. Burxon Bahodirish nomiga shikoyat bergandim, ariza bergandim. O'sha paytda advokat Juravliyov edi. Shikoyatim bo'yicha Chilonzor tuman ichki ishlar tekshiruvlar olib borib, 3 ta pasport Rossiya, O'zbekiston, Qozog'iston pasportlari aniqlansa-da, Yusufjonov Komiljonovga jinoyat ishlari yopib yuborildi. Notarius xatti-harakatlari ko'rilmadi. Men o'shanda jinoyat xatti-harakatlari, men o'shanda nimaga ko'rilmadi desam, bular milliy xavfsizlik himoyasida deyishdi. "Ya" dedim, "Qonun barchaga barobarmi desam, o'zingiz bilasiz, milliy xavfsizlik aytgan dedi. "Xo'p" dedim, "Shu bilan xorijiy sudga murojaat qiling" dedi. "Xo'p" dedim. Xorijiy sudga murojaat qildim. Xorijiy sudlar hammasi buni tanir ekan. Buni keyinchalik yana aytib beraman nimaga taniganligini. 22-sentyabr 2007-yil Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan Ulomov Komil aka tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Fuqarolar Yusufjonov Komiljon Salimjonov va rafiqasi Yusufjonov va Raisa Kalimullayev bilan ustidan 168 O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-modda 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishlari Chilonzor tuman ichki ishlar olib bordi, lekin hech qanday chora-tadbirlar olib borilmadi. Tergov harakatlari ham olib borilmagan, qidiruvga berganmiz dedi. Qidiruvga berilmagan ekan. Interpolga 2013-yil borganimizda ariza berib borganmiz. Interpol degan hech qanaqa qidiruvda yo'q. Mana biz tekshirib chiqdik deb kompyuterda menga ko'rsatishgan edi. Xullas 7 yil mobaynida hech qanaqa chora-tadbirlar ko'rilmadi jinoyatchiga nisbatan. Egasi qarovsiz uylarni necha yillardan beri o'zlashib kelgani, migrantlarimizni, yolg'iz qariyalarni uylarini sotib olib, o'zlarini yo'q qilib yuborgani, o'ldirib yuborgani bular uyushgan jinoyat guruhi xalqaro kvartirli mafiya safidan. Xullas bu ishlarning tepasida qozoq generali turganini bilardim. Lekin mana hozir shu qozoq generalining sharofati bilanmi, mana ishlarim hammasi jinoyatlar to'xtatildi, ishlar yopib yuborildi, fuqarolik sudlarida yetib chiqaverdi. Xullas oxirida 18-may 2010-yil jinoyat ishi ketayotgan paytda qonunlarni qo'pol buzgan holda jinoyat ishini yoqtirmaganim uchun Milliy xavfsizlik va Bosh prokuratura tomonidan deb o'ylayman. Ularning xodimlari menga ta'ziyat o'tkazgan edi. Ayniqsa Milliy xavfsizlik xodimi 2008-yil 20-noyabrda qabulda bo'lganida jinoyat ishini yopishi,
uyingizni sudyaga aytamiz, nomingizga qaror chiqarib beradi deyishgan edi. Men aytdimki, jinoyatlarni kim ko'radi dedim. O'zbekistonning boyliklarini talab qilayotgan uchkan jinoyat guruhlarini dedim. Toshkent bejaribazami desam, eshigingiz temirdan bo'lsa qattiqroq yopib oling dedi. Shu bilan keyin bildim, 2009-yil Bosh prokuratura huzurida Amirov Sherzod, Amir Sherzod ekan. U odam ham inson ham jinoyat ishi yopishdi buyurdi. Oliy sudga ketamiz, nomingizga qaror chiqarib beradi dedi. Men aytdim, jinoyatlarni kim ko'radi dedim. Nimaga o'zingizning vazifangni bajarmaysizlar dedim. Davlatni boyliklarini, xalqi, migrantlarimizni hammasini uylarni sotib olib, o'zlarini yo'q bo'lganligini, mana menga o'xshaganlar nechta odamlarni ishonch so'mbalar bilan bekor qilib turib, uy-joysiz qoldirganini deb so'raganimda, bu yoq bilan ishingiz bo'lmasin dedi. Keyin yo'q ular necha yillar bilan chiqib keldim. O'zbekistonda 2012-yil bizani noqonuniy uydan haydab chiqarishdi. Qidiruvda yurgan Yusufjon Komiljon nomidan ishonchli vakilni topib kelishdi. Toshkent shahar ishonch telefoni xodimi. Mana oradan mana 20 yil o'tibdiki, mana haqiqatan bu holat xalqaro atrofda javobgarlikni nisbatan sana chora ko'rmaganligimiz mana murojaat xatarga murojaat qilgansiz, to'g'rimi? To'g'ri. Mana hozirda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining tartib sudi tomonidan ish ko'p chiqmoqda, to'g'rimi? Ayni tartib sudi hayotga ish chiqishiga kimlar sizga bir sababchi bo'ldi? Men portalga murojaat qilardim. 2016-yildan beri Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lganlardan biri portalga murojaat qilganman. Portal ochildi-ku, o'sha xalq qabul qilsa. O'sha vaqtda qozoq generali Xudoyberganov Tursun Aydarovich o'tirardi. Lekin hech qanaqa meni shikoyatlarim bo'yicha qonuniy ko'rib chiqilmadi. Prokuraturaga chiqariladi, sudlarga chiqariladi. Ali og'zaki yolg'on axborotlar berib kelishdi. Senatning qarori bilan aniqlangan, buna qilingan qilib xullas. Hech qanaqa jinoyatlar ko'rib chiqilmadi. Shuning orasida yaqinda, shuning orasida bizani ikkinchi marta yana qaror chiqartirib olib, bular uyning hujjatlarini tortib olishgan edi 18-may 2013-yilda. O'shanda ikkinchi marta uydan chiqarishdi. 19-mart 2024-yil. 19-mart 2024-yilda. Shunda keyin Milliy xavfsizlik xodimi menga murojaat qilgan edi. Jinoyat ishida to'plangan juda katta mablag'lardan 3dan 2 qismini ularga atashim kerak ekan, bo'lib berishim kerak ekan do'la. 3dan 1 qismi menga ekan, keyin nizoli bilan otaxonini nomiga rasmlashib bermoqchi bo'lishgan edi. Men aytdimki, men bunaqanaqaga ko'rmayman deb, ko'rmagan pulimga men fatvo bermayman deb. Xullas, ko'rmagan raqamga men qo'l berishim kerak ekan. Qanaqa sigirlar ko'rmagan hujjatimga. Men yo'q dedim. Shuni oqibatda uydan chiqarib, hali o'ch olishadi degandik, mana o'ch olishdi. Yurjon Komiljon qizini topib kelib, 19-may 2004-yilda uydan chiqarishdi. Qo'limga arzimagan pul 81 million pul berdi. Men uni darrov Amerika puliga aylantirib